Bugungi kunda siz bilan birga yana bitta zo'r avtomuhabbat darsiga sho'ngimoqchimiz. Shunday qilib qulay joylashib oling. Chunki hozir ekranga chiqadigan yulduz, bu kichkina bo'lsa ham xarizmasi katta bo'lgan Spark, osha hamma ko'rgan. Lekin hamma to'liq tanimagan, yo'llarda chaqqon, cho'ntakka yengil, lekin imijda mas'uliyatli bo'lgan kichik gigant. Ha, Spark deyapman, lekin uni ko'rib kichkina mashinada deb o'ylashga shoshilmang. Chunki bu bola kichkina bo'lsa ham xarakteri katta. Hatto ayrim katta sedanlarga dars beradigan darajada aqlli va iqtisodiy dizayniga qarang. Yangi avlod Spark tashqi ko'rinishida silliq chiziqlar, yengil sportiv qat'iyat, ixcham o'lcham. Lekin zamonaviy krossoverlarga yarasha o'ziga yarasha agressivlikni saqlab qolgan. Old panjarasidagi logo esa, ha, men Sparkman, lekin oddiy emasman, deb turadi. Avtomobilning sariq, oq, qora yoki hatto shokolad rangiga qaramay. U baribir o'zini yo'lda ajratib turadi. Faralarning dizayni dumaloqdan Kora odkirroq, zamonaviyroq bo'lib, ayniqsa kechasi yo'lni yaxshi yorita oladi. Ichki salonga kirganingizda esa sizni ortiqcha dabdaba emas, balki aqlli rejalashtirilgan, sodda va ishonchli ergonomika kutadi. Chunki Spark sizga, men kichikman, lekin joyimni bilaman, deydi. Paneli ixcham, tugmalari sodda, aynan kerak bo'ladigan funksiyalar bilan chegaralangan. Shunday qilib chalgitmaydi. Haydovchi uchun qulay, senga hammasini o'zim hal qilaman, degan ego yo'q, hammasi senga bo'ysunadi. Karnaylari shunaqa baland ovozda ishlamasa-da, shahar ichidagi yumshoq vibe uchun yetarli, lekin Bluetooth bor, AUX bor, USB bor, ya'ni telefonim ulanmayapti deb asabiylashish zamoni o'tgan. Spark yoqilgi masalasida esa haqiqiy iqtisodiyot vaziri. Litriga kam yeydi, lekin qilayotgan ishiga yarasha xizmat qiladi. Shahar ichida rulini aylantirish, bolalar o'yinidek yengil, tirbandlikda Spark bilan asablar buzilmaydi. Parkovka O'sha Spark bilan hatto yarim metr joyga ham sigib ketish mumkin. Aynan shu sabab Spark ko'chada kichik, hayotda katta degan maqomga ega. Tezlanishi yulduz bo'lmasa-da, o'z vazifasini uddalaydi. Gazni bosdimi uchib ketmadim deb shikoyat qiladiganlar Sparkni Formula 1 mashinasi deb o'ylab yubormasin. Baribir u asosan shahar uchun tugilgan. Lekin shuni tan olish kerakki, Spark haydovchini jizzaki qilmaydi. Sabab juda sodda, juda tushunarli va juda halol mashina. Texnik xizmatlari ham qimmat emas, ehtiyot qismlari bozorda tolib yotibdi. Ya'ni cho'ntakka kirganda ham, ustaxonaga kirganda ham odamni ezmaydi. Spark yangilangan avlodlarda xavfsizlikka ham yaxshi e'tibor bergan. Apps tormoz tizimi, airbaglar, sensorlar, hatto orqa kamera qo'shilsa, voy bu kichkina ekan, degan gaplar birpasda yo'qoladi. Spark boyga qarab baholash mumkin bo'lgan mashinalardan emas. Uni haydab ko'rgan kishi biladi. Ichkarida u sizni bekorga charchatmaydi. Shundoqqina marhamat. Haydovchi bo'l, men senga yordam beraman, deydi. Yo'ldagi tebranishlarni sezdirgan holda ham bezovta qil. Bugungi kunda siz bilan birga yana bitta zo'r avtomuhabbat darsiga sho'ngimoqchimiz. Shunday qilib qulay joylashib oling. Chunki hozir ekranga chiqadigan yulduz, bu kichkina bo'lsa ham xarizmasi katta bo'lgan Spark, o'sha hamma ko'rgan. Lekin hamma to'liq tanimagan, yo'llarda chaqqon, cho'ntakka yengil, lekin imijda mas'uliyatli bo'lgan kichik gigant. Ha, Spark deyapman, lekin uni ko'rib kichkina mashinada deb o'ylashga shoshilmang. Chunki bu bola kichkina bo'lsa ham xarakteri katta. Hatto ayrim katta sedanlarga dars beradigan darajada aqlli va iqtisodiy dizayniga qarang. Yangi avlod Spark tashqi ko'rinishida silliq chiziqlar, yengil sportiv qat'iyat, ixcham o'lcham. Lekin zamonaviy krossoverlarga yarasha o'ziga yarasha agressivlikni saqlab qolgan. Old panjarasidagi logo esa, ha, men Sparkman, lekin oddiy emasman, deb turadi. Avtomobilning sariq, oq, qora yoki hatto shokolad rangiga qaramay. U baribir o'zini yo'lda ajratib turadi. Faralarning dizayni dumaloqdan Kora odkirroq, zamonaviyroq bo'lib, ayniqsa kechasi yo'lni yaxshi yorita oladi. Ichki salonga kirganingizda esa sizni ortiqcha dabdaba emas, balki aqlli rejalashtirilgan, sodda va ishonchli ergonomika kutadi. Chunki Spark sizga, men kichikman, lekin joyimni bilaman, deydi. Paneli ixcham, tugmalari sodda, aynan kerak bo'ladigan funksiyalar bilan chegaralangan. Shunday qilib chalgitmaydi. Haydovchi uchun qulay, senga hammasini o'zim hal qilaman, degan ego yo'q, hammasi senga bo'ysunadi. Karnaylari